Namangan viloyati hududida jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, fuqarolar tinchligi va xavfsizligini ta'minlash maqsadida o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari izchil davom etmoqda. Xususan, joriy yilning 6-iyul kuni Uch tumani Toshloq mahallasida yashovchi 2000-yilda tug'ilgan fuqaro o'ziga avvaldan tanish bo'lgan ayolning shaxsiy foto va video yozuvlarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish bilan tahdid qilib, evaziga 1.500.000 so'm pul talab qilib kelayotgani haqida tezkor ma'lumot kelib tushdi. Mazkur ma'lumot asosida Uch tuman ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi talab qilingan 1.500.000 so'm mablag'ni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari doirasida fuqarolarning huquq va erkinliklariga tajovuz qilayotgan tahdid, tovlamachilik va boshqa jinoiy xatti-harakatlar orqali o'zini qonundan ustun qo'yayotgan shaxslarni aniqlash va ularga nisbatan qonuniy choralar ko'rishga qaratilgan tezkor tadbirlar izchil davom ettirilmoqda. Hech bir tahdid yoki tovlamachilik jazosiz qolmaydi. Qonun ustuvorligi ta'minlangan jamiyatda har bir jinoiy harakat uchun muqarrar javobgarlik mavjud.